aslida restoran va kafelarda narxi arzon qilganingiz bilan mijozlaringiz ko'payib qolmaydi. Dunyo statistikasi buni aksini ko'rsatdi. Ko'p daromad topish mana shu 6 ta narsaga bog'liq. Birinchisi lokatsiya. 25-30% daromadga ta'sir qiladi. Ikkinchisi atmosfera va interyer. Ularning mebellari, qulayliklari va muhiti 20-25% daromadga ta'sir qiladi. Uchinchisi ichimlik va ovqatlarning sifati. Bu ham 20-25% daromadga ta'sir qilar ekan. To'rtinchisi bu servis. Bu 10-15% daromadga ta'sir qiladi. Beshinchisi narxlarni to'g'ri qo'yish. Shunda ham arzon qo'yish emas, to'g'ri qo'yish. 5-10% daromadga ta'sir qilar ekan. Oltinchisi marketing va brend hissasi. Bu ham 5-10% daromadga ta'sir qilar ekan. Ya'ni to'g'ri atmosfera qurish brendni shakllantirishga yordam beradi. Masalan, shahar markazidagi restoran. U yerda ham ovqatlanasiz maza, ham chiroyli muhitdan bahra olasiz. Men o'sha restoranga maza qilib ovqatlanish uchun kiraman. Chunki o'sha tepadagi 3 ta narsa shu restoranda bor. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkaza olmaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.